Bir alayım mı? Sendeki resimle bula. Aleyküm. Yurttaşlar, Hazarasp aklı, Özbekistan aklı. Yine Xorazm viloyati Hazarasp tumani Taraqqiyot mahallesinde eskicha Sigarsak Şirkabı qishlog'ida bir ajoyib yine bir yaxshi savob ishlari boshlaverdik. Xalqimiz bilan og'zibirchilikda yine eski ko'prikimizni qayta ta'mirlab, Xudo xolasa shu xalqimizga uzoq yillar xizmat qilsin deb, yine shu homiylik asosida Xudo xolasa ko'prikimizni qayta ta'mirlab turibmiz. Bu albatta xalqimizning og'zibirchiligidan yine hurmatli prezidentimiz 2026-yili mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksalishtirish yili deb e'lon qildilar. Xudo xolasa mahalla reisi bilan yine belimizni mahkam bog'lab, Xudo xolasa hali qilinadigan, endi qilajak ishlarimiz ko'p rejalar planlashtirib qo'yibmiz. Albatta xalqimiz bilan og'zibirchilikda Xudo xolasa Taraqqiyot mahallasining nomiga yarasha taraqqiy qildiramiz. Hey malades. Qara. Yine bir So'ra bu. mahallamizda yine bir yaxshi gün olib turibdi. Bu yine homiylarimiz qo'ldan kelgancha yine bir o'zini hissasini qo'shib yine bir ko'piri bir 15 yil bo'ladi buni ta'mirlanganda. Yine bir 15 yilda bir yine bir ta'mirga keldi. Shu narsani yine shu mahalladagi nuroniylar bilan maslahatlashib yine shuni buyin zet turibmiz. Yine bunu qilib turgan fuqarolarimizdan rahmat. Şu hamma shu fuqarolar deb bo'lsa, bu mahallada hech qanday bir kamchilik, hech qanday qilinmaydigan ish qolmaydi. Birgalikda yine bu yil aytib o'tdilar, mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili mahallani qarab o'tirish kerakmidi? Yine o'zimiz tashabbus bilan chiqib yine asfalt etdik, ko'pir turibmiz. Xudo xolasa undan ham yaxshi bo'ladi. Bundan keyin ham boshqa ishlarimiz ham hali rejalarimiz bor. Birgalikda shu mahallamizni yuqori o'rinlarga Xudo xolasa shu O'zbekistonga donatamiz. Rahmat. Yine. Xudo xolasa. Ularga rahmat yana shu har bir qo'llarni ishga tutdilar. Shu damkomlar, ko'cha boshilar, nuroniylar, bular jamoatchilik asosida faoliyat yuritadi bular. Ularga rahmat. Bunchiki fuqarolari, kadrlari rag'batlantirsak, shundagina bizning yanimizda yelkamerga turib xizmat etadilar. Qo'limizdan kelgancha shular uchun yana o'za qilib beramiz. Damkom buva gap yo'q, so'ra buva. Damkom buva xullas shu boshqa nima bo'lsin, asfalt bo'lsin, butun ishini izinda yurtdilar. G'ayrat ukamiz ham rahmat yana, Xudo xolasa, bu mina O'zbekiston donidon bir ajoyib bloger yigit, ishingga rivoj. Xudo xolasa, ajoyib tadbirkor yigitsan, ishing rivojini bersin. Mahallamiz gullab yoshni bersin. Ay malades. Samaganchik. Köpürük malades bo'lyapti yine. Xudo xolasa mashin, ikki mashin bo'lsa o'tadi endi bilan. Rahmat homiylara. Ayni. Xudo xolasa yine zum bo'lib qoldi bu yine ko'pram yine. Yine. Ko'chalarimiz obod, Xudo xolasa chiroyli. Bundan yaxshi bo'ldi. Ay, xormanglar, sho'ra buvalar. Assalomu alaykum, do'kon buva. Yaxshimisiz? Yine. Biri Salman'ı lat okatamiz, Xudo xolasa deb hozirga maslahatlashib turibmiz. Salman ay? Salman'ı Xudo xolasa shuna mahallaya shu soliqdan tushgan shu 10% pullari maqsadli ishlatib, shu mahallaya shu yaxshi zamonaviy ko'chatlar, archalar, shu mahallaning girish qismina bir ko'chamiz yana bir ne qilib olib turibmiz. Assalomu alaykum. Ne asosida Xudo xolasa bir ko'chamizni namunali bir ko'cha qilib yana respublikaga chiqib keldi, baxt ko'chasi, keyingi safar yana bir ko'chani tayyorlaymiz. Ay malades. Bu ko'cha bilan chiqamiz Xudo xolasa. Shunda hozirda yana misol uchun obodonlashtirish, ko'chamizda ishlarni boshlaverdik. Yana har bir xonadonning oldida shunday yana gullar yana qaratib bergan gullarimiz yana ajoyib Xudo xolasa.
Halı bundan hem rivojlantıramız hep durupmuz yine. İşi köçemiz, Xudo xolasa yine reis babamız aytgandan keyin piyodalar yuradigan yo'lakchalar Xudo xolasa Bo'ladi, ha? Tungi yoritgi chiroqlari bilan 100% ta'minlaymiz mahallamizni Xudo xolasa. Shu maqsadimiz eng bir yüksek maksatı eldimize ko'zlab qo'yibmiz. Shu mahallani rivojlantirish, yükseklere ko'tarish, Xudo xolasa shu mahalla reis bilan birgachilikda taraqqiyot mahallesini O'zbekiston, nafaqat O'zbekistonda, bütün dunyoga donatadigan, turistlar keladigan Xudo xolasa bir turistik zona aylantiramiz. Ay молодец. Bu xadra qancha bilasan yaqa? Yo'q, rahmat. Hay? Yine. Katta Xudo rahmat. xolasa yaxshi. Xizmatlarına rahmat. Yo'q, молодец deb yo'q. Ajoyib insonlar. Shunday ajoyib ko'chalarimiz hammasi rivoj bo'ldi. Hammasine rahmat bular. Ay, Yine молодец. köprü uzattirib o'tdilar. Avval. Rahmat.